Beijing bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi ziddiyatning kunsiri keskinlashishiga ergishib, Germaniya 20 yilga yaqin vaqt ichida tunji qatim Janubiy Xitoy dengiziga urush paraxoti avatdi. Xalqaro jamoat fikriga zid holda Beijing Janubiy dengizining zo'r bir qismining o'z zimini ekanligini aytib, sun'iy orol va harbiy aslahalar qurishni davomlashtirmoqda. Xitoydagi o'yin kasbiy munozir markaziga aylandi. Xinhua to'ri qarmog'idagi bir gazet maqola e'lon qilib, elektronlik o'yinlarni ma'naviy opyon va elektronlik zaharlik deb atagandan keyin Xitoydagi o'yin kasbi bir kunda 60 milliard dollar ziyon tortgan. Xitoydagi eng chong o'yin shirkati Tencent tanqid obyektiga aylangan bo'lib, mazkur shirkat bolalarning ba'zi o'yinlarga kirishini cheklaydiganligini e'lon qilgan. İsrailiya Baş Ministri Naftali Bennett Tehran hukumatiga tanqid selib, davlatining Eronga qarshi yolg'iz harakat qila oladiganligini aytdi. Bennett İsrailiya armiyasining Shimoliy qo'mondonlik shtabini ziyorat qilganda 29-iyul Isroiliya shirkatiga tava paraxotni nishon qilgan hujum haqida to'xtaldi. Xitoy Sharqi Turkistonni ziyorat qilish masalasining kechiktirilish sababini nomussizlik bilan Yevropa ittifoqi diplomatiga ortib qo'ygan. Atalmış Uyghur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumetining bayonotchisi Shu Guoxiang 30-iyul Beijingda ochilgan atalmış Xinjiang masalasi to'g'risidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Yevropa ittifoqi diplomatlarining Sharqi Turkiston ziyoratining amalga oshmasligining sababini tilga ilib, Yevropa ittifoqining Ilhom To'xti bilan ko'rishishga o'xshash nomuvofiq talablarni o'tirg'a qo'yganligi sababli Sharqi Turkistonni ziyorat qilish talabining ishga oshmaganligini bildirgan. Afg'oniston Davlat Mudofaa ministri Bismillah Muhammadning Kabulning Sherpur rayonidagi uyining oldida bomba qachilangan mashina bilan hujum qilish voqeasi yuz bergan. Afg'oniston soqchi doiralarining aytishicha, hujum qilguvchilardan biri kechda Bismillah Muhammadning uyi oldida bomba qachilangan mashinani portlatgandan keyin boshqa hujumchilar boshqa uyga kirib ixtiyoriy o'q chiqarishga boshlagan. Birleşken Devletler Teşkilatı irqchilikqa qarshi turish uchun maxsus bir organ qurish taklifini tasdiqladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Umumiy Majlisi yer sharidagi irqchilikqa qarshi kurashni xalqaro jamiyatning muhim ishi deb tasvirladi. Gretsiya Olimpik Komiteti shu yer vaqti 3-avgust Gretsiya mos qadamlik suv uzish komandasining Tokio Olimpik tanarkat musobaqasidan chekinib chiqqanligini, chunki gretsiyalik 4 tanarkatchining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini e'lon qildi.